13400 tub bemalol yetadi. Odatda muhokama qilinganda optimal ko'rsatkich taxminan 12000 atrofida bo'ladi. Ko'chatlar soni haddan tashqari ko'p bo'lsa, boshqarish oson bo'lmaydi. 12000 tubning o'zi 600 kilogramdan ortiq hosil olish uchun yetarli. Sizning holatingiz ham 3-qatordagiga o'xshaydi. Maydonning o'zi ancha keng. So'nggi bir necha yil tajribasiga ko'ra bu yetarli hisoblanadi. O'rtacha ko'rsatkich asosan shu qonuniyat asosida hisoblanadi. Shuning uchun keyingi bosqichlarda juda erta shoxlab ketmaydi. Shamol aylanishi va yorug'lik o'tishi juda muhim. Shunday qilib taxminan 12000 dan 13000 tubgacha bo'lishi kerak. Bu holatda deyarli hech qanday muammo yo'q. Aslida 10000 dan 12000 tubgacha ko'chatning o'zi yetarli. Ularning orasida jiddiy muammo bo'lmasligi kerak. Agar 8000 tub 10000 tubdan kam bo'lsa, boshqaruv jarayonida mahsulot sifatiga talab ancha yuqori bo'ladi. O'simlik siyrakroq bo'lsa yaxshi, juda qalin bo'lsa siyraklashtirish kerak bo'ladi. Asosan iyul oxirigacha shunday davom etadi. O'simlik siyrakroq bo'lsa yaxshi, juda qalin bo'lsa siyraklashtirish kerak bo'ladi. Shunda natija ancha yaxshi bo'ladi. Hozir ildiz tizimi kamida normal holatda bo'lishi kerak, chunki uning pastki qismi aslida shu bosqich bilan taqqoslanganda yer ustki qismi ancha tez rivojlanmoqda. Tuproqqa ishlov berilgandan keyin siz asosiy o'g'it berganmisiz? Asosiy o'g'it berilmagan. Agar asosiy o'g'it berilmagan bo'lsa, qo'shimcha oziqlantirish kerak bo'ladi. Agar hozir tortib ko'rilsa, sinib ketishi mumkin. Bu ko'rsatkich ko'pchilik fermerlarnikidan yuqori, umumiy sifat esa ancha yaxshilangan.